Assalomu alaykum qadrdonlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Kecha bir video ko'rib qoldim. Obodonlashtirish xodimlari avtobusdan tushirib yuborildi. Naqadar achinarli holat. Nimagadir biz kuchimizni shunaqa odamlarga ko'rsatamiz. Aslida kuchimizni ko'rsatadigan, haq huquqimizni talab qiladigan bir qancha odamlar bor. Lekin mana shunaqa odamlarga ko'rsatamiz. Chunki bular qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Sizga qaytarib javob qilishni bilmaydi. Och qornim tinch qulog'im deydi, qo'y deydi o'zi. Chunki arzimagan pulga hayot kechiryapti. Aslida bularni ko'rganda 50 ming, 100 ming har birimiz sol bersak arziydigan odamlarda. Chunki shaharlarimiz, ko'chalarimiz obodonligiga, sarimjon sarishtaligiga ulkan hissa qo'shayotgan odamlar. Agar mana shu insonlar bir oy ishga chiqmasa, bilasizmi, shaharlarimiz nima bo'ladi, qanaqa ahvolga keladi? Buni odamlarimiz chuqur his qilgani yo'q. Unaqa odamlarni ko'rganda o'zicha bir kuchini ko'rsatadi, mana shunaqa gapiradi. Gapirgingiz kelsa, boring o'shaning tepasida turganlarga gapiring, avtobuslar ajratib bersin. Juda ko'p joylarda ularga avtobus ajratilgan, maxsus, alohida. Gapirish kerak bo'lsa, o'shalarni o'ziga gapiring. Agar kiyimidan jirkanayotgan bo'lsangiz, o'zingiz tushib qo'ying, keyingi avtobusda keting. Gapim to'g'rimi, qadrdonlar? Nima deysizlar? Bu to'g'rimi shu holat? Misol, o'zi arzimagan pulga ishlasa, yana qancha mehnat qiladi, yana bunday qilib gap eshitsa. Agar imkonim bo'lsa, bularning oyligini eng kamida 10 million qilish kerak. Eng kamida. Chunki bular qilgan ishni uncha odam qila olmaydi. Qancha befarosatlar bor, yegan narsasini otib ketaveradi, boshqa qilaveradi. Xullas ko'chalarda agar mana shular bir oy ishga chiqmaydigan bo'lsa, ko'rasiz. Mana oddiy Moskvada, Rossiyada migrantlar chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Ko'chalar musorga to'lib ketdi-ku, to'g'rimi? Keyin Hindiston keldi, undan battar bo'ldi. Endi bular o'ylab ko'ring, tasavvur qilib ko'ring. Har kuni yo'l chetida nimadir ish qilayotgan bo'ladi. Kuchimizni ko'rsatadigan bo'lsak, aslida kuchimizni ko'rsatadigan odamlar to'layapti. Noinsof, birovning haqqidan qo'rqmaydigan. Har qadamda uchratasiz. Ana shularga ko'rsataylik. Bularga qo'limizdan kelsa yordam qilaylik. 50 ming, 100 ming, imkon boricha 10 ming.